Samarqandda jamoat salomatligi va xavfsizligini ta'minlash maqsadida transmilliy narkotahdidlarga qarshi kurashish mavzuidagi xalqaro forum bo'lib o'tdi. Uning ikkinchi sessiyasi sog'liqni saqlash, davolash va reabilitatsiya masalalariga bag'ishlandi. Sessiyada yurtimiz mutaxassislari bilan birga Birlashgan Millatlar Tashkilotining giyohvand moddalar va jinoyatchilik bo'yicha boshqarmasi, Yevropaning yirik EUD tashkiloti vakillari o'z tajribalari bilan o'rtoqlashdi. Ushbu forum O'zbekistonning giyohvandlikka qarshi kurashish hamda jamoat salomatligi va xavfsizligini ta'minlash borasidagi ilg'or tajribasi namunasidir. Bu yerdagi muhokamalardan so'ng ko'plab amaliy natijalarga erishilishi shubhasiz. Shu nuqtai nazardan men bu forumni juda muvaffaqiyatli deb hisoblayman. Sessiya bir maqsad yo'lida faoliyat olib boruvchi mutaxassislarning reja va kelishuvlarini ro'yobga chiqaradigan platformaga aylandi. Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston, Belorussiya, Tojikiston ekspertlar bilan birgalikda xalqaro UNDC tashkiloti bilan birga barcha masalalarni ko'rib chiqyapmiz. Bunda bizni narkologik xizmatni yangi bosqichga ko'tarilishda qaysi jabhalarni e'tiborga olayotganimiz, bu birlamchi tizimdagi erta aniqlash, profilaktika ishlari, undan tashqari innovatsion yondashuvdagi davolash, diagnostika va reabilitatsiya, ayniqsa insonga qaratilgan, insonni jamiyatga qaytarishga qaratilgan barcha reabilitatsiya jarayonlari gaplashildi. Tadbir doirasidagi panel muloqotlarida Butun Hindiston tibbiyot fanlari instituti professori Yatan Pal Singh Balxara, Sharqiy Yevropa mamlakatlaridagi Jahon psixiatriya assotsiatsiyasi vakili Nikolay Nigay kabi ekspertlar ishtirok etishdi. Biz Samarqand shahrida yig'ilib eng dolzarb muammolardan bo'lgan giyohvandlik va narkotahdidlarning oldini olish yuzasidan o'zaro fikr almashdik. Bu yerda tibbiyot xodimlari, huquqni muhofaza qilish organlari, ijtimoiy xizmatlar va ta'lim tizimi mutaxassislari to'plangani ayniqsa foydali bo'ldi. Barcha soha vakillari muammoni birgalikda bir joyda keng muhokama qila boshlagani ahamiyatlidir. Tadbirda giyohvandlik bilan bog'liq kasalliklarni davolashning dalillariga asoslangan usullari, muolajadan keyingi reabilitatsiya xizmatlari atroflicha ko'rib chiqildi. Biz O'zbekistonning giyohvand moddalar savdosiga qarshi kurashishga qo'shgan hissasini yuqori baholaymiz. Yurtingiz Markaziy Osiyo mintaqasidagi muhim davlat sifatida salmoqli ishlarni amalga oshirmoqda. Bugungi tadbir ham bu yo'ldagi yana bir qadamdir. Forum biz uchun tajriba va bilim almashish uchun keng maydon bo'ldi. Tadbir giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarning noqonuniy aylanishiga qarshi kurashda yangi istiqbollarni ochishiga ishonaman. Muhokamalarda xalqaro ko'rsatmalarga muvofiq xizmatlar, amaliyotlar va tizimlarni joriy etish, javob mexanizmlarining samaradorligi hamda inson huquqlarini himoya qilishga alohida e'tibor qaratildi. Bu yerda xalqaro ekspertlar tomonidan kasallikni davolayotganda ushbu preparatlardan ehtiyotkorlik bilan foydalanish, ularni dozalarini oshirib yubormaslik va samarali dori vositalarini tanlashga alohida e'tibor qaratildi. Xorijiy davlatlarda ushbu yo'nalishda tendensiyalar qanaqaligi haqida ma'lumotlar berildi. Muhimi, forum xalqaro ekspertlar bilan tajriba almashish va yurtimizda yo'lga qo'yilgan narkologiya xizmatini yanada rivojlantirish imkonini berishi bilan ahamiyatli bo'ldi.